Voy, kepkam qattiq qoldi. Ona, nimaga uyg'otmadingiz? Kechga qoldim, sizni deb. O'g'lim, turg'izdim, o'zing turmading. Abidga dori uxlasang. Yana o'sha betang o'rtoqlaring kutib turibdimi? Borishim kerak, o'rtoqlarim kutib turibdi. Uni o'rniga uylanish harakatini qilgan, yuravermasdan. Problema kerakmi? Ochilishing kerak, men chiqib kelyapman. Jigar, hozir ketyapman. Xullas, birinchi o'rinda uylanishimga qiz kerak ekan. Keyin ish kerak. Hozir boraman, qolgan bemalol gaplashamiz. Ukam, seni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. Xullas, qo'shning bor ekan, Sardor bor. Shuni singlisi bor ekan. Qanaqa qiz, yaxshi qizmi? Aka, yaxshi qiz. Bilan vasha ko'p. Hop, Lekin u bilsangiz bezabon qiz aka. shunda gapira olmaydimi qiz? Gapira olmaydi. Lekin boyligi bor. Boyligi bor. Vasha ko'p. Tushunarli ukam. Xabarlashamiz. Charchaman. Onajonim, qaysi duolaringizda so'ravdingiz menda o'g'illi? Yana nima balon boshlab kelding? Endi meni ham boshlayman, ona, qiz topib keldim. Sizga kelin topdim. Qaysi ekan deysiz? Tanimayapsiz-a menimcha. Ana buvimlarning arqa mahallasida turadigan bor-ku, Sardorboy. Shuni bitta singlisi bor ekan. Ertaga sovchilikka boramiz. Bilmas ekanman-da o'g'lim. Mayli, qo'yavering. Tanishib olasiz, ona. Ertaga sovchilikka boramizmi? Boramiz o'g'lim. Rahmat, ona. Bo'lmasa men harakatimni qilay. Mayli, ona. Men ham o'rtoqlarimdan so'yincha olib kelaman. Assalomu alaykum xola, xush kelibsizlar. Agar pul so'rab kelgan bo'lsanglar, to'g'risi hozir pulim yo'q. Yaqinda mashina olib qo'yganim, hamma pulim shu mashinaga ketgandi. Yo'q, biza pul so'rab kelganimiz yo'q. Ona, pul kerak. Jim o'tir. Qulchilikka keluvdik. Voy, kechirasiz xolajon. Aybga buyurmaysiz. Endi boylaga ham oson emas-da. Har kuni kimdir kelib eshigini taqilib, pul so'raveradi. Sovchilikka kelganingiz bilmay qolman. Sizingiz bor ekan ziyoda. O'shani o'g'limga so'rab keldim. Endi xolajon musulmonchilik deyshadi. Kuyov bola nimadir ish qiladilarmi, o'qiylarmi, qayerdadir ishlaylarmi, sinimi erta eplab boqa oladilarmi? Voy, o'g'limmi, ikkita do'koni bor. Bitta dorixonasi bor. O'ziga o'xshagan biznesmen. Tushunarli. Menimcha ko'chadan ham eshitgan bo'lsangiz kerak. Mana bitta sinim bezabon. Ona, mashina. Kerak emas. 2 xonali uy. Ha, 2 xonali uy. Mayli. Unda biz rozimiz. Unda biz ham rozimiz-da. Bu yog'iga to'y ekanda, xudo xola, to'ylar muborak bo'lsin. Ona, shutsangiz uchrashuvga chiqib ketotdim. Asal chiroyliroq ko'ylagingni kiyib olgin. Shu kiyimingda chiqasanmi? Ona, nimaga endi? Uchrashuvga chiqotdi deb yasanib ketish kerak emas-ku. Ya, Bitta savol qiziqtiryapti-da meni. U bezabon qizni qanaqa tiliga tushiraman? Gaplasha olamizmi o'zi bugun? ilojini topib bir amalab gaplashasan-da bolam. Mayli. Duo qiling ona, men ketdim bo'lmasa. Qani ilohim amin. Yuzingga is qilib ko'rsasin. Yaxshi gaplashib kelgin. Amin. Gaplasha olmaymiz ona, gapirishni bilmaydi-ku keliningiz. Bir amalab gaplashasan-da, mimika bilan gaplashasanmi? Qanaqa gaplasang gaplashasan-da endi.